Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov. Bugungi videomizda biz sizlar bilan Telegram bot, Pythonda Telegram bot yasash darsiga kirib kelamiz inshaalloh. Xo'p, unda videoni cho'zib o'tirmasdan boshlayman. Bu asosiy bitta kodda dars bo'ladi. Bu video 2-3 kun, 2-3 kun bo'lib syomka qildim. Keyin bitta asosda montaj qilinadi. O'shaning uchun videoda ovozda o'zgarishi mumkin, ton o'zgarishi mumkin. Unga ahamiyat bermaysizlar. Xo'p. Bizani birinchi darsimiz Python bilan tanishish va o'z aslida bu 10 ta dars bo'lishi kerak. Bitta qo'rg'onmi. Ya'ni bizani birinchi bo'limimiz bu Python bilan tanishish va VS kodini o'rnatish edi. Lekin biz buni bilamiz. Ya'ni oldingi darsimizda, ya'ni Python darsimizda videoning tepasida chiqadi, agar esdan chiqib qolmagan bo'lsa, biz Python o'rnatganmiz, VS Code o'rnatganmiz va unda ishlatib bir nimalar yozib ko'rganmiz. Endi Telegram bot asoslariga kiradigan bo'lsak, ya'ni Telegram bot nima? Bot fazor orqali bot tokenini yaratish, ya'ni bot yaratish, token nega ishlatilinishi va qanday ishlatilinishi, bot token, ya'ni bot qanday ishlaydi degan mavzularimizda bor ekan bizdan. Uning uchun biz Telegramga kirib olishimiz kerak. Xo'p do'stlar, mana men kap qildim bitta botni yaratish uchun, ya'ni mana bunaqa holatda ochib oldim men. Bu kod yozadigan dasturimiz, mana VS Code va bu bizani bot yaratuvchi botimiz Telegramga, bot fazorga kirib olasizlar Telegramingizdan va start bosasizlar, mana start. Bosganingizda mana bunaqa menyu chiqadi va bu yerdan new bot tugmasini bosasizlar. Biz bunga nom berishimiz kerak. Masalan, deyman test bot deyman va bu yerga username bering. Masalan, test bot desam o'xshamaydi, test new 1221 bot desam o'xshamaydi va o'xshadi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek biz tokenni oldik. Mana bu yerda bizga token berdi mana va bu yerda bot berdi. Mana token ustiga bitta bosamizda botga kirsak bo'ladi endi mana. Ko'ribsizlar, botimizda tayyor. Start bosamiz va bu hali javob bermaydi, chunki bizning botimiz hali o'rnatilmagan. Xo'p, endi biz token nimaligini bilib olishimiz kerak. Uning uchun men bitta bot.py degan bitta fayl ochaman va bu yerga bot tokenni yozib, esingizda bo'lsa string qilib saqlab qo'yaman, ya'ni matn qilib pastroqqa tushirib qo'yaman, tepaga hali narsa yozamiz. Endi bitta suhbatlashamiz. Sizlar shunchaki eshitadilar, men gapiraman. Bu yerda bitta narsa bor. Bot token nega kerak degan savol bor bu yerda. Bot token bu bizani kodimizni, mana bu kodimiz yozayotgan kodimizni mana bu botga ulash uchun kerak, ya'ni ключ, kalit. Ya'ni bizani kodimiz, bilasizlarmi, biz kod yozsak, любой botni boshqara olmaymiz. Aynan biz o'zimizni botimizni boshqaramiz. Ana o'sha o'zimizni botimizni kodimizga tanishtirish uchun mana shu token kerak bo'ladi. Endi keyingi savolga o'tamiz. Hop, keyingi savolimiz, keyingi bo'limga o'tamiz. Iogram bilan tanishuvda. Endi biz eng asosiy va eng qiziq joyga kirib kelamiz. Biz endi yangi modul, ya'ni yangi kutubxona o'rnatamiz. Uning uchun terminalni ochib olasizlar. O'zi bilasizlar terminal ochishni. Bu yerdan pip install iogram mana va ikkita barobar 225/1, ya'ni men 225/1 da ishlayman. O'shaning uchun 225/1 o'rnatamiz va enter. Bu komandani hozir agar erinmasam ekranlarga chiqarib qo'yaman. Agar montaj qilsam erinmasdan. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Nega aynan 225/1 tanladim? Xo'p, men o'zi boshidan 225/1 da ishlab kelaman va bu 225/1 orqali deyarli hamma botni muammosiz yasaganman. Muammo bo'lgan botlar 225/1 versiyasini deb emas edi. Ya'ni hamma yasagan botlarimda muammo bo'lmagan ekan. O'shaning uchun men hali 3-versiyaga o'tishga qaror qilolmadim. Ya'ni menga hali kerak bo'lmadi. Endi iogram kutubxonasini o'rnatish, buni qildik. Birinchi main.py faylni yaratish. Bizda bot fayl turibdi, mayli uni main qilib qo'yaman. Ssenariy asosida tartib bilan ketganimizda yaxshi. Endi qaranglar, biz bot tokenini yozdik. Bizga iogram o'rnatdik, mana iogram o'rnatdik, to'g'rimi? Endi biz u iogramni botimizda, ya'ni kodimizda ishlatishimiz kerak. Qanaqa qilamiz? From iogram import deymiz. Bu yerdan bizga types to'xtaylik. Bot kerak bo'ladi, dispatcher kerak bo'ladi va executor kerak bo'ladi. Bot bu botni nima deydi? Mana bu yerdagi bot bilan, mana bu yerdagi kodni ulaydigani dispatcher kodimizni mana bu botga ulab beradigan, ya'ni mana
birinchi bo'lib qaranglar mana. Dispatcher, keyin bot, keyin Telegram bot. Mana shu ketma-ketma. Dispatcher botga beradi, bot Telegram botga beradi. Executor bo'lsa, botni ishga tushirish uchun uni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Endi qaranglar, bot deyman. Ya'ni mana bu botni olib ketyapman. To'xtaylik hozir bir daqiqa. Shuni mishga alishtirib olaylik. Mana do'stlar, qaytdim. Просто mishga alishtirmasam, mana bu cho'ti ana bo'lib qolibdi. Zaradkasini uzib qo'yganim yo'q, cho'chib qolibdi. Shuning uchun bir chekkalik qilib qo'yaman. Xo'p, endi videoga qaytsak bo'ladi. Bot deyapman, teng bot. Bu yerga token teng, mana bu token tepaga olib chiqilar ekan va bu yerga bot token. Endi bu yerda bizga nima qilyapmiz? Mana bu yerda bot bor, mana bot. Ko'rasizlar. Mana bot, mana bu bot. Ya'ni kodimizni mana bu qator botga ulanayotgan joy. Ko'prik desak bo'ladi. Yani bot bilan kodimiz o'rtasidagi ko'prik. Dispatcher bo'lsa, kod bilan mana bu qator, ya'ni kod bilan kod desak to'g'riroq bo'ladi. G'alati eshitilsa ham bu to'g'ri. Endi db teng dispatcher bot teng bot. Mana shunaqa qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi ekan. Yo'q, katta harfdamidi? Yo'q, kichkina harfda. Endi dp nuqta qilsak bo'ladi, yo'q, to'xtaylik. Kichikcha dp nuqta bizda nimadir xato ketdi va bu narsa mana bu yerdagi dispatcher kichkina harfdan bo'lgani uchun uzr, mana shunga e'tibor bermadim. Mana katta harfda bo'lishi kerak bu ikkalasi va mana bu yerda kichikcha dp nuqta qilsak ko'rayotganimizdek juda ko'p bizda o'zi bilan birga keladigan funksiyalarimiz bor. Bizga eng nima deydi? Eng oddiysi bu bizda message handler bo'ladi. Message handler qavs ochganimizda bu yerda bizda qanaqa vaziyatda bu handler ishlashini so'raydi. Biz uni bermasak, bu время ishlaydi. Ya'ni buni o'zi bermaslik xato, lekin sizlarga birinchi bot bo'lgani uchun bermasdan ko'rsataman. Bu qator message handler mana masalan menga comment desa bo'ladi. Qaranglar, start deylik. Mana faqat start bosganda ishlaydi endi. Menga help qo'shsa faqat start va help ishlaydi. Yoki menga db qilib turib message handler qilib comment qilamiz. Help qilamiz deb mendan help pop tashlaymiz. O'shanda help ga alohida nimaga start ga alohida bo'ladi. Endi biz mana bu def yozamiz, ya'ni funksiya deymiz, start deymiz. Start bo'lib bu umuman farqi yo'q, nomini bilasizlar. Bu nom oddiy. Keyin qavs ochamiz deb betga yozamiz. msg, ya'ni message, msg deb qisqartirib yozaman-da, o'shaning uchun msg deb ketsa bo'ladi. Va types iogramdan types olish kerak. From iogram import types, mana types kattada message mana. Endi message answer salom do'stim, botingiz ishga tushdi deylik masalan. Endi if name main hozir tushuntirib beraman, birinchi yozib oling. Executor start polling dispatcher db is true va mana bizani kodimiz tayyor. Endi biza nima qilganimizni ko'rib chiqaylik va bu yerda bitta xato bor ekan, o'shani to'g'rilab ketaylik. Def async bo'ladi, bu await bo'ladi. Yo'q. To'xtab. Voy, uzr. Menga yozilardi. Yanglishib ketdim men. Qaraylik. Async def, ya'ni bu asinxron degani bu masalan 100 tadan bittada start bossa, 100 tasiga bittada javob qaytarish uchun. Ya'ni asinxron va await. Asinxron funksiya yaratdik start degan. Unga biza buyruq qo'shdik. Ya'ni menmi qator ishlaganda, mana start ishlaganda uni tagidagi funksiyalar ishlaydi. Mana bu qator funksiya, ya'ni nima deydi? Funksiya boshlanishi, ya'ni funksiyani nomlash. Mana qator bo'lsa, uni ichidagi amal. Ya'ni mana bu yerga biza yana boshqa narsa yozsak bo'ladi mana. Mana qilib yozib qo'ysak bo'ladi va hokazo, ya'ni bu amal.
Mana ko'prik, mana kerakli kutubxonadagi nima deydi? Kutubxonaning ichidagi kerakli kodlarni oldik. Token, ko'prik, buyruq va ishga tushiruvchi kod. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Nima edi nomi? Python main.py. Hech narsa chiqmadi, demak bu ishlayapti degani. Start bosib ko'ramizmi? Start. Ishlamadi. Yo'q, kechroq ishladi. Mana endi ishga tushdi, chunki mana bu bitta yozuv chiqdi. Botingiz ishga tushdi degan. Dara qolsam, inshaalloh kanamizga qulay bo'lar ekan mana. Bizani botimizda ishga tushdi degan xabar kelyapti va bu bizani kichkinagina botchamiz. Hozir inshaalloh buni mukammal qilamiz. Endi biza handlerlar bilan ishlashimiz kerak. Ya'ni handlerlar bilan ishlashimiz kerak deganda, mana bu message handlerdan ko'p yozishimiz kerak. Buning uchun biza mana qilib qaytadan message handler desak bo'ladi va masalan comment deymiz, help deymiz, sync def help message types message masalan await deymiz. Qanday yordam kerak masalan va print ishladi masalan, to'g'rimi? Amki endi botni o'chiramiz. O'chirishimiz kerak. Control bilan nima S emas, inglizchasi. Yani eng past qatorda mana X yonidagisi, qato'xini yonidagisi. Juda zo'r o'xshatishdi. Qaytadan ishga tushamiz va start bosdik. Ishladi. Endi help. Va u ham ishladi. Ya'ni bizda mana ikkala ishlayapti. Ya'ni biz help bosganimizda startga kirib ketmayapti, start bossak helpga kirib ketmayapti. O'zinikida ishlayapti. Xo'p, endi biza handlerlarni fayllarga ajratishimiz kerak do'stlar. Bu ancha noqulayroq bo'ladi, lekin inshaalloh bunga ham ko'nikib ketamiz. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga fayllarning strukturasini ekranlarga chiqaraman. Qaranglar, ekranlarda chiqqan faylda bot bor. U bot mana bu yoqda fayl turibdi. Ana o'sha narsa, ya'ni unga e'tibor bermaysizlar. Uni ichidagilarga mana handlers, keywords, status, middleware, utils, config va main. Ular nega kerak? Config bu mana bu token saqlab turiladigan joy, ya'ni token o'sha config ichida bo'lishi kerak. Main bu faqat mana qator bilan mana qator turishi kerak bo'lgan joy. Handlers ya'ni folderlarga, ular folder aslida ya'ni u papka, ya'ni mana bunaqa .py emas, ular papka. Uni ichida .pylar bo'ladi. Handler mana start uchun alohida bitta .py ochiladi. Ya'ni masalan start .py qilib alohida ochib, start kodlari faqat cho'tga yoziladi. Ya'ni masalan help bo'lsa, help.py ochib, uni kodlari alohida shetga yoziladi. Va bizda bor ekan keyboard, bu botimizdagi tugmalar. Uni ham hozir nima papka bilan birga ko'rib chiqamiz. State, middleware, utils bilan hammasini birga ko'rib chiqamiz. Endi biza boshlaymiz. Birinchi bo'lib start bilan help o'chirib olaman. Bu bizga hozir kerak emas. Va notebookni o'chirib oldik. Xo'p do'stlar, biza birinchi bo'lib yozishimiz kerak bo'lgan narsa handler ekan. Ya'ni folder ketmagan handle, keyword, state, middleware, keyin utils. Ya'ni utils eng keraksiz emas, lekin folderlar ichida eng ahamiyatsiz folder men uchun. Endi boshlasak bo'ladi. Handlers. Biza bitta fayl ochdik, ko'rdinglar, mana bu tugma bilan. Nahotki ko'rinmadi mana. Endi uni ichiga yozaman. Ikkita pastki chiziq init, ikkita pastki chiziq va py. Init.py mana bu yoqda uni ichidagi fayllarni chaqirishga yordam beradi. Ya'ni agar mana handler ichida bo'lmaganda start.py, help.py unda biza init yozib o'tirmasdik. Ya'ni turgan joydan chaqirib olardik. Ichkarida bo'lgani uchun bizga bu kerak. Hop, endi nima qilamiz? Uni ichiga start.py ochamiz. Va mana bu start bunda olamizda startga qo'yamiz va bizda xato beradi. Nega? Bizda birinchi dp ni topolmayapti va keyin types topolmayapti. Nima qilamiz? Import qilamiz. From main import dp from aeogram import types. Bo'ldi. Bizani bu kodimiz tayyor. Startdan chiqamiz. Initga kirib from.start import yulduzcha. Mana bu narsa startni ichidagi hamma kodlarni import qiladigan mana yulduzcha turibdi-ku. Bu mana startni ichidagi qani start mana. Hamma kodni olib chiqib olgan degan.
Ya'ni buni ham inshaalloh tushunib olasizlar. Endi mainga qaytib nima qilamiz? Eng tepaga chiqamiz. Eng tepaga xalaqit bermaydigan joyiga import handlers qilib qo'yamiz. Mana, uchi bizga xalaqit bermaydi. Bo'ldi. No, eng tepaga qilgani menimcha yaxshiroqda, to'g'ri. Endi help alohida bitta fayl ochaman. Mana ichida help.py. Bu yerda ham xuddi o'sha boshligi qilamiz-da. Boshligi ikkita qatorni olamiz. Eng tepaga qo'yamiz. Va endi kodimizni o'chirib, qaytadan ishga tushirib ko'ramiz. Bizda xato beradimi, yo'qmi? Xato bermadi cho'ta va start. Bizda ishlamadi. Nega? Kelinglar o'shani ko'rib chiqsak. Tak, handler joyida from.help import yuzcha bu ham joyida. Hech qanaqa xato yo'q. Handlerlarni dispatcher tagiga import qilib ko'ramiz va o'shanda xato chiqmaslik ehtimoli bor. Xo'p do'stlar, ana bizga challenge, ya'ni bizning kodimiz ishlamadi. Biz buni yechimini topishimiz kerak. Hop, startdan hamma narsa import qilindi. Mana dispatcher start kelganda mana javobni bergin deyilgan. Ko'ramiz, lekin javob kelmadi. Nega? Bu savol menimcha hammani birdek qiziqtiradi. Nega? Nega? Mana do'stlar, videoni tezlashtirdim обязательно. Chunki bu yerda ozgina miyam bilan o'zim gaplashdim. Tak. Biza main bilan botni ikkiga bo'lib oldik. Ya'ni mainda qaranglar. Faqatgina asosiy kod bor, botda faqat botni kodi bor mana. Ya'ni botda faqat biza botimizga ko'prik qurib olganmiz. Mainda bo'lsa, u ko'prikni chaqirib, ketidan handler chaqirdik. Ya'ni ko'prik doim handlerdan aslida tepada turishi kerak. Ya'ni mana bu holatda turish kerak emasdi. Mana masalan start kodida misol keltiraman. Mana bunaqa holatda tursa, baribir mana dp topa olmayapti, xato chiqyapti. Chunki dp undan pastda. Bunaqa holat xato. O'shaning uchun doim bu pastda turishi kerak. Men nima qildim? Birinchi uni chaqirdim, ya'ni u tepaga chiqdi. Keyin buni chaqirdim. Ya'ni handler bu mana bu handlerning ichidagi hamma kodlar. O'shanda kodimiz muammosiz ishlaydi. Endi miyangizda bitta strukturani tasavvur qilib ko'rasizlar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Mana bizda help ham ishlayapti. Qani help? Mana help jo'natsak, mana qanday yordam kerak tashlayapti. Va biza handlers faylini muvaffaqiyatli yaratdik desa bo'ladi. Hop, endi bizning keyingi faylimiz keyboards ekan. Uni yaratib olamiz. Mana keyboards va keyboardsning ichiga nima deb yozsak bo'ladi? Qanday yordam kerak chiqqanida bor-ku, pastga ikkita tugma qilaylik. Pullik yordam, tekin yordam qilaylik. Mana qayerdan keldi bu narsa, miyamga hayronman. Keyboard.py qilamiz. Buni nomini ahamiyati yo'q, lekin qulayroq bo'lsa, maqsadga yo'q. Masalan, main menu desa ancha qulay bo'ladi. Endi biz botga keyboard bilan chaqirib olishimiz kerak. From aerogram types import keyboard button keyboard reply keyboard markup va reply keyboard yo'q, to'xtanglar, replyda bo'ldi menimcha. Replyda bizani kerakli narsamiz bo'ldi. Mana reply main menu deyman, teng qilaman. Boga reply keyboard markup qilaman. Qavs ochaman, e'tibor beringlar. Birinchi qavs ochyapman. Keyin keyboard qo'yaman. Bu yerda list ochyapman. Yana bitta list ochib, bu yerga keyboard button qo'yaman. Keyboard button. Keyin bu yerga yana qavs ochaman. Bilaman, qavsi ko'payib ketdi. Endi mana nima qilay? Tekin yordam pastga bitta pulli yordam. Mana yo'ga bitta bunaqa qo'yib qo'yish kerak. Hali muammo chiqaradi konflikt bo'lib. Keyin mana buni bundoq turib, resize keyboard true. To'xtanglar, buni nimaligini ko'rsatdik, keyin qo'shaman. Mana qaranglar. Bundoq qilib qo'yib.
botni qaytadan va hali yoqmadi-ku buni. Mainga kirib olamiz. Bu yerga init, ya'ni doim ichkariga kirdikmi, init yozamiz. Bu yerga from bu yoqdan main menyudan import qil hamma narsani. Bo'ldi. Endi mainga kirmaymiz, botga kirmaymiz, helpga kiramiz. Bu yerda biza import qilib olishimiz kerak boyagi narsa, masalan, from keyboardning ichidagi keyboardda ichidagi wait for me. Ham keyboard emas, keyboard this bo'ladi. Oxiriga s qo'shish kerak. Chunki keyboard degan kutubxona bor. O'shaning uchun adashib ketadi bu. Keyboard va bitta qo'yamiz main menu, ya'ni keyboardning ichidagi main menu faylidan import qilamiz. Reply main menyuni. Ya'ni bu yerda mana reply main menu edi buni nomi. Keyin mana xabar jo'natadigan joyida bundoq qilamiz deb reply markup qilib reply main menyuni berib yuboramiz. O'shanda botimiz muammosiz ishlashi kerak. Hozir biz buni tekshiramiz. Helpni bossak, katta eshakning kallasidek tugmalarimiz paydo bo'ldi, tekin va pullik. Endi main menyuga kirib, mana buni olamiz. Resize keyboard true qilamiz, ya'ni keyboardni kichkinalashtirish uchun xizmat qiladi bu mana. Kichkinagina, yoqimtoygina, endi bilmadim bu kattadan kichkina farqi yo'qmi? Nu telefon ekran kichkinaroq telefonlarga mana shu button qulay bo'lgani uchun va ekrani katta telefonlarga ham qulay bo'lgani uchun xalqaro mana shu buttonni ishlatishadi kichkina qilib. Xo'p, biza pastki tugmani qildik. Endi bizaga tepadagi tugma kerak. Uning uchun biza nima qilamiz? Mana bu yerga yana ikkita narsa qo'shib olishimiz kerak. Inline button, inline markup va adashmasam bu yerda boshqa hech narsa yo'q edi. Yo'q, adashmayapman. Yo'q, adashmayapman. 100%. Endi reply mana main emasda help bo'ladi. Help. O'shanda mamizga kirib, mana buni ham help qo'ysak, maqsad kelmoq. Endi mana mamizga main menu qilamiz. Va bu yerga inline keyboard markup house birinchi o'rinda inline keyboard, bu yerga list, bu yerga list, bu yerga inline button, bu yerga text, masalan, tugma 1 callback. Bu yerga callback data degan narsa berishimiz kerak. Mana bunda yo'q edi callback data. Bu yerda kerak. Men hozir birinchi mana shu tugmalarni yasab olay, keyin bularga javob berishni ham o'rgataman. Mana bunga callback data kerak. Hozir negaligini ko'rsataman. Masalan, tugma askicha 1. Bu yerga yana bitta olamiz. Faqat men birlarni chiqsam bo'ldi. Mana tugma 1, tugma 2 bizda tayyorlangan. Reply. Endi biza bu yerga hech narsa yozishimiz kerak. Ya'ni RSS keyboard bunda yo'q. Endi startga kiramiz. Buni do'shish qilamiz. Mana from keyboarddan main menyuni ichidan import qilib reply main menyuni degan mamga reply markup qilgan reply main menyuni. Mana bizning kodimiz tayyor. Endi biza botga bot qaytadan ishga tushiramiz doimgidek. Keyin biza botga start bosamiz. Mana ko'ryapmiz, tugma 1, tugma 2 chiqdi-yu. Endi bu yerda bitta e'tibor berib yuboradigan joyi bor. Bu yerda bitta inlay keyboardning ichida bitta list ochdik, to'g'rimi? Mana uchta listcha. Keyin uni ichida bitta mana ko'k nima ochdik. Mana shu text qavs deylik, shuni bo'lmasa chalkashamiz. Text qavs ochdik bitta inline keyboardda va yana bitta ochdik. Endi buni ichidagi ikkita tugmani bittasini olaman-da. Bundoq qilib yangi boshqa ko'k text qavs ochaman. Mana ikkita bo'ldi inline keyboardning ichida. Endi botni o'chirib qaytadan ishga tushiraman. Taxmin qilinglarchi nima bo'ladi? O'rtagan farqini bu yerda bitta listning ichida ikkita tugma yozilgani uchun yonma-yon turadi. Listlar alohida qilinsa, ular past tepa bo'lib qoladi. Mana bunda ham xuddi shu narsa ishlaydi. Bunda alohida yozganimiz uchun tugmalar mana tepa past bo'lib turgan edi. Bularni ham yonma-yon qilib qo'ysa bo'ladi yani. Endi biz ishga qaytamiz. Birinchi help menyudagi ikkita tugmani ishlatishni o'rganamiz. Uning uchun mana bu yerga helpga kiramiz va mana bu ikkita tugmani bosamiz. Biz ne bosdik? Buni ichidagi matn kerak menga. Mana tekin yordam va pullik yordam. Mana bu yerga dp message handler qilamiz va bu yerda stop bitta narsa xayoldan chiqib qopti. O'rgatishim kerak edi. Xo'p do'stlar, men qaytdim. O'rgatishim kerak bo'lgan narsani o'rgatib o'tgan ekanman. Men miyamdan chiqib ketib qoldi.
Qaranglar, mana tekst yozamiz. Teng qilamiz. Qavs nima string ochamiz. Buni ham o'rgatganman. Bundoq qilib mana. Bunaqa ochdim. Buni ham o'rgatganman sizlarga. Keyin mana bu tekin yordami bundoq qilib copy text qilib mana bu qo'yamiz. Ya'ni mana shu matn kelganda ishlaydi bu. Bu logichni to'g'ri, lekin boya ham o'rgatildi. Mana buni pastga qo'yib buni mana bu bitta narsa qo'shib yuboribman-da. Xudo. Mana helpni o'zgartirsa ham, o'zgartirmasa ham bo'ladi. Prosta o'zgartirib qo'yish qulayroq mana. Help free deylik. Va bu yerga yozishimiz mumkin mana. Await message reply deylik. Sizga tekin yordam beramiz. Endi nima qilamiz? Mana print toptashinglar, ozgina g'ashim yetyapti, toza bo'lsin. Xuddi shu kodni bitta olamiz. Mana buni tekin yordamni pullikka o'zgartiramiz mana. Mana. Buni ham tekin emas. Pullik deymiz. Va mana buni ham tekin emas, pullik qanaqa bo'ladi? Help pricing qilaylik. Chunki ozgina ingliz tilida pastroqman. Shuning uchun bu xato emas. Tak. Botni o'chirdim. Qaytadan ishga tushirdim va biza start bosamiz. Ishlayapti. Help bosamiz. Ishlayapti. Tekin yordam bossak, sizga tekin yordam beramiz deyapti. Pullik yordam bossak, sizlarga pullik yordam beramiz deyapti. Ya'ni botimiz inshaalloh ishlashni boshladi. Endi inline tugma, ya'ni mana bu ikkalasini bosyapmiz, javob kelmayapti. Mana mashinaga javob keladigan qilamiz. Uning uchun bu faylni yopamiz. Yopish shart emas, prosta qulay bo'lsin deymiz. Startga kiramiz. Endi kodimizni shu yerda davom ettiramiz. Main menyudagi mana bu callbacklar bizga kerak bo'ladi. Bundoq qilsam, ruxsat bersanglar. Tugma 1 va tugma 2 bular bizga kerak bo'ladi. Tak, boshlaymiz. Yoki deb bu ozgina qiyinroq, buni iloji bo'lsa o'zingizlar qilishga harakat qilinglar mana. Handler bu yoki уже mana bunaqa funksiya yoziladi. Lambda s data in emas, teng qilsa bo'ladi mana. Tugma 1 qilsa bo'ladi. Va bu yoqda уже xuddi o'sha ketma-ketlik yoziladi. Inline deylik, tugma deylik, 1 deylik. Va cal boya message qotuvdik, esinglarda bo'lsa, endi cal qilamiz. Chunki bu уже boshqacha funksiya. Va typesdan xuddi boyagidek faqat boshqa narsa olinadi. Mana callback query. Mana bundoq qo'yib g'ashim keladi. Endi ikkita nuqta qilib ichkariga kirsak bo'ladi. Mana await, call, bu yerda ham xuddi shunaqa narsalar bor mana. Answer bor, reply to'xtalib message bor mana. Reply bor, answer bor. Prosta mana bu yerda biza message answer qo'ygan bo'lsak, bu yerda unaqa qila olmaymiz. Messagedan kelgan, calldan kelgan bitta message qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda ham message edi mana. Bu yerda calldan kelgan yana bitta message va bu yerda yozaveramiz. Answer bor, masalan reply bor va hokazo. Mana men reply yaxshi ko'rganim uchun reply ishlataman. Reply xuddi o'sha xabarga javob beradi mana. Answer bo'lsa yangi xabar jo'natadi. O'shanisi yaxshi menga. Mana endi nima qilamiz? Siz deymiz. Birinchi tugmani bosdingiz deymiz. Va xuddi shuni pastga bitta olamiz-da. Mana tugmani birini qo'yamiz va ikkinchi tugmani bosdingiz deymiz. Endi botda bitta ishga tushirib, xato va kamchiliklarni tomosha qilamiz. Start tugma 1. Siz birinchi tugmani bosdingiz, tugma 2. Siz ikkinchi tugmani bosdingiz. Ko'rasizlar, bizda o'sha callback ham ishlayapti. Prosta bu yerda bitta noqulay joyi bor, shu mana buni o'rganishlik kerak-da. Bu nima bunaqa? Ekranda blur chiqayotgan bo'lsa, xabar bo'lmanglar. Blur qilamanmi yo'qmi bilmayman, lekin kontaktlarim ko'rinib qoldi. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsa, mana juda qiyin narsa emas. Lambda s ikkita nuqta s data teng bo'lsa bunga. Ya'ni s data mana bu tugmalarni javobi bo'ladi. Bu ozgina noqulay narsa ekan rostdan. Xo'p. Biz endi fayl strukturasi bo'yicha qayerga keldik? Handler keyboard endi hozir mana shunaqa ko'ringchi. State eng yaxshi ko'rgan joyimga keldik. States eng qiyin va eng yaxshi ko'rgan joyimga keldik do'stlar. Hozir to'g'rilab olaman. Statesga keldik. Mana bu yerda ochib qo'ygandim. Endi qaranglar, state bilan ishlashdan oldin botga kirasizlar. Botga kirganinglardan keyin tepaga import qiladigan narsalar bor. From iogram
contrib ide fsm storage bo'lsa memory bo'ladimi? Bunda memory import memory storage mana topdim. Mana shuni import qilib olasizlar. Keyin men dp bor-ku, o'sha yerga to'xtanglar, birinchi storage yozish kerak edi adashmasam. Storage keng memory storage storage. Mana. Endi biza state ishlata olamiz. Mana state'larimizni ishlash uchun mana shu ikkita narsa qo'shib ketish kerak. Import qo'shish kerak. Keyin mana buni qo'shish kerak edi. Dispetcherga berib qo'yish kerak. Ya'ni operativkadan foydalanadi mana state. O'sha operativkani ishlatishga mana bu narsalar kerak bo'ladi. Bo'ldi, bu yerga yopsak bo'ladi menimcha. Ya'ni bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Endi statesning ichiga yozaman, masalan, ism yo'q, masalan login.py va doimgidek nima qilamiz? Init. Endi biza from nuqta login import qilsak bo'ladi. Endi logindan biza qaraylik, from eogram dispatcher ozgina noqulay tushuntirayotgan bo'lishi mumkin, chunki bu yangi darsliklar. Bu men nega darslar yozyapman? Inshaalloh o'qituvchi bo'lish niyat qilganman dasturlash bo'yicha. O'shanga tayinlanman desa bo'ladi. Ya'ni gaplashish, suhbatlashish. Tavba qildim sizlar, men sizlarning og'zingizdan eshitmasam. Qaranglar, men ikkita narsani import qilib olishimiz kerak. State va state group. State nima desanglar, keyinroq tushuntiraman. Ya'ni keyinroq ko'rsataman. Birinchi doim ishni bitirib, keyin gapirish kerak. Tak. Class deymiz, login deymiz va bu yerga state groupni beramiz. Bu yerga berishimiz mumkin name, masalan, login qilganda nimalar so'raladi? Ism so'raladi. State nima so'raladi yana? Number. Voy, mana shu narsani ko'rishim kerak edi. Yaxshiyam esimga tushdi. Telefon raqami bor-ku, mana bu tugma chiqadi, ustiga bosib jo'natsa bo'ladi. O'shani qilamiz hozir. Ana ismi i, telefon raqamini so'raylik va age masalan. Doimgidek age so'raladi. Va login tayyor menimcha. Bizning loginimiz tayyor. Handlerdan startga kiraman. Men ikkitani olib tashlayman. Bular уже kerak emas bizga. Va e'tibor beringlar, men replay markupni ham olib tashlayapman. Mana bu olib tashlandi. Endi biza pastga tushamiz-da. Bu yerga nima state ni import qilib olamiz. fcm context bilan. From eogram dispatcher import fcm context va from states login import nomi nima edi? Login. Mana. Kelinglar shuni login emasda, login state qilaylik, chunki ozgina noqulay bo'lib qolyapti. Mana login state. Endi biza yozishimiz mumkin. dp message to'xtaylik. Birinchi salom do'stim. Iltimos. Birinchi nima so'radik? Ism. Iltimos ismingizni kiriting. Endi nima qilamiz biz? dp message handler. Endi eng qiziq joylari kelyapti. State login state name tepaga chiqamiz. Men bitta narsa yozish esimdan chiqib qoldi. Await login state name set qilib qo'yamiz. Bu nima deydi? Mana mashinaga set qilgandan keyin xabarlar bor-ku, qolganlarga umuman kirmaydi. Ya'ni qolgan nimalar qabul qilolmayman. Masalan, buni set qilgandan keyin qaytadan start bossam ham mana bu olmaydi qaytib mana. Chunki biz уже set qildik, faqat mana shu set qilingani. Mana bunaqa dispatcher qilib state ga mana berilganlargina mana ola oladi. Mana login state name qildim-ku, faqatgina mana bunaqa nima deydi, message handler ichiga login state name qilinganlar qilinganlargina uni ola oladi. Telegramdan chiqib turaman. Telegram bot qo'ydik-ku biz. Logikani qaranglar, Telegramdan chiqib ketarmish. Mana zambotimizga kirib olamiz. Endi biza yozsak bo'ladi, chunki bizga hozir boshqa hech narsa kerak emas. Mana text qilmaymiz, chunki text har xil bo'ladi. Set qildik meta. Endi async dev qo'y. Hop, async dev tak. Name deylik. Mana shu funksiya nomini o'ylab topsizlar ham qiyin bo'lib ketsa kerak. Azob narsa deyapti. Qancha bir kreativ bo'lmanglar, nomini o'ylab topa olmaysizlar mana. Va bu yerga state fcm context. Birinchi bo'lib nima qilamiz?
qanaqa qilib sartorofga qilib olaylik ekan ismini? Просто name teng message text. Mana bu ismi, ya'ni biz ism so'radik, u ismini kiritganda mana message name, ya'ni bizga kiritayotgan narsasi message text bo'lib keladi. Ya'ni foydalanuvchi jo'natgan libboy xabar message text bo'lib bizga keladi. Endi nima deymiz? Sizni await message reply, sizni ismingiz plus name plus ekan. Esinglarda bo'lsa, plus qilinganda bir-biriga chapishtirib, matnni yopishtirib ketar edi. Men bitta probel tashladim mana. Va bu yerga ham bitta probel tashladim. Bular chapishib ketmasligi uchun, ya'ni bu yerda va bu yerda joy ochib qoldirdim. Hozir nima bo'layotganini tushunib olasizlar. Hop, unga xabar berishdan oldin ismini saqlab olamiz, chunki u bizga kerak. Mana await state date data name teng name qo'yamiz. Endi biza unga javob berib yuborsak bo'ladi. Tak, botni ishlatib ko'raylik. Keyin davom etamiz. Start bosamiz. Ismingizni kiriting deydi. Ahmadjon Qahhorov deyman va u Ahmadjon Qahhorov ekan deydi. Demak, ma'lumotni saqlab olyapti. Bo'ldi. Endi qolganini yozib, bittada botni ishga tushirib yuborsak bo'ladi ekan. Hop, keyboardning ichida bitta tugma ochaman, contact py degan. Bu yerga mana buni ichiga kerakli narsalarni import qilib olaman. Va biza bitta yangi tugma yaratamiz. Nima o'chirish bosdim hozir? Tak. Contact button reply markup house keyword keyword button text contact jo'natish. Bu yerda yozamiz request contact true deymiz. Va nima qolib ketdi? Resize keyboard qolib ketdi do'stlar. Ne aytmayapsizlar? Aksiy bo'lsanglarchi. Men eshitolmayman sizlarni. Hop, kontakt tugmasi tayyor mana. Kontakt button tayyor. Endi startga kiramiz qaytib. Uni olib chiqib olamiz. From keyboard contact import contact button. Bunaqasi ham ishlayveradi. Mana hech narsa yozmadim initga, lekin ishladi, ko'rdinglar. Lekin aynan vaziyatlarda xato chiqarib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot shart, toza qilib yozib keturgan yaxshi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi, hali уже nima deydi? Dasturlash boshlashinglar ko'rasizlar. Reply markup contact button qilamiz. Mana endi ularga foydalanuvchiga kontaktni jo'natish degan tugma chiqyapti. Sizni ismingiz faloncha ekan demingizda, iltimos tugma orqali telefon raqamini jo'nating deymiz. Jo'nating. Va nima qolib ketyapti? Await login state on a number, ya'ni telefon raqamiga o'tkazib qo'yishimiz kerak mana set qilib. Xuddi shu state'ni endi qaytadan yozib olamiz. Mana dp message handler state login state phone number va bu yerda mana async dev phone number. Gapirib yozish qiyin ekan, xayolingizdan chiqib ketar ekan. Nozimjon Hamdamov, meni ustodim eshitayotgan bo'lsangiz rahmat, chunki darsda ham eshitib, ham gapirib, ham yoza olardilar. Bu qiyin ekan, men chalg'ib ketaverar ekansizlar. Number deymiz, teng qilamiz. Endi message contact bo'ladi. Mana kontakt bor. Phone number qilib olsak bo'ladi, mana qarang. Bu kontakt jo'natsa, mana message kontakt bo'lib qaytadi. Endi biz u kontakt jo'natdimi, yo'qmi qayerdan bilamiz? Aynan shunaqa holatda if deymiz, kontakt deymiz. Mana. Bo'ldi. Endi bu yoqqa kodni yozishda davom etamiz. Ya'ni odam kontakt jo'natgan bo'lsa, mana bu qator ishlaydi mana. Number deymiz va await message answer. Sizni nomeringiz olindi. Endi yosh kiriting deymiz. Va bu yerga nima qilamiz? Await login state
deymiz, age set deymiz-da. Numberni saqlab olamiz. Await state date number teng number qilib saqlab olamiz. Keyin else deymiz, ya'ni kontakt bo'lmasa await message reply iltimos tugmadan foydalaning deymiz. Ya'ni bu yoqda nima bo'lyapti? Odamga tugma chiqaryapmiz. Agar tugmadan foydalanmasdan nimadir jo'natadigan bo'lsa, mana ushlaydi, mana libboy narsani ushlaydi. Rasmni boshqami farqi yo'q. Aytadi mana, iltimos kontaktdan foydalaning. Yani tugmadan. Tugmani kontakt jo'natgandan keyin mana bu aytadi. Bu nima deydi? Aniq siz nomeringiz, ya'ni nima deydi? Nomeringizni oladi. Hop, endi biza qaytsak bo'ladi. Adashmasam shu kontaktda mana bunaqa narsa bor. User ID degan narsa bor. Bu foydalanuvchining user ID'siga teng bo'lsagina olish kerak aslida. Ya'ni mana bu bitta tugma bor. Telefoningizda qaranglar, rasm jo'natadigan joyi mana buni bossanglar, pastda kontakt jo'natish degan menu chiqadi. O'shadan jo'natsanglar ham 99% botlar qabul qiladi. Bu xato. Mana number deymiz va message contact user ID ga foydalanuvchini mana messajni user from user ID'si teng bo'lsagina biza nomerni qabul qilishimiz kerak. Prosta hozir chuqurlashmayapman, lekin uje nima deydi? Dasturlashga kirganinglardan keyin o'zingizlar tushunishni boshlaysizlar. Hop, endi biza ishga o'tamiz. Mana iltimos tugmadan foydalaning deyapti. Menimcha hech narsa esdan chiqib ketmadi. Keyingisi dp message handler state login state age xuddi shunaqa assign dev on number message types message, ya'ni oddiy xabar state fcm context va bo'ldi. Bu yog'iga uje nima qilsak bo'ladi? Await deymiz, age deymiz, message text deymiz, ya'ni age ni olamiz va userga jo'natamiz. Hamma yiqqan ma'lumotlarimizni, yiqqan terganimizni mana data teng await state get data deymiz. Bu adashmasam dictionaryga qaytarar edi. Birinchi bitta print qilib olaylik mana shu datani. Ancha xayolimdan chiqib qolibdi. Bot bitishga tushirib tekshirib olaylik. Start ism Ahmadjon. Qaranglar, mana kontakt jo'natish chiqyapti. Men bir deb jo'nataman. Iltimos tugmadan foydalaning. Nima tashlasanglar ham mana iltimos tugmadan foydalaning deydi. Nu giftda demadi. Chunki nega biza bu yoqda message handler berganmiz. Bu yoqda boshqa narsa ham bo'lishi mumkin. Masalan, giftni ol faqat deyish uchun menga content types turib, mana menga gif berishimiz mumkin. Masalan, o'shanda gif olardi, hozir olmadi, chunki unaqa emas. Endi kontakt jo'natdik deylik. Bizda to'xtab qoldi. Demak, xato bormi? Xato yo'q. Biz gif jo'natganimiz uchun botimiz prosta pauza berdi menimcha. Men xatoni qidiryapman. Phone numberga set qildik. Mana olyapmiz. If message contact, ya'ni kontakt bo'lsa, nomer ol. Naqlilikdi. Endi maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi qaytadan start qilib ko'ramiz. Ahmadjon. Mana bir jo'natdi, ishlamaydi. Kontakt jo'natsa ham ishlamaydi. Nega? Bu bizga qiziq. Xuddi shu narsani qaytadan set qilib ko'raymikan, chunki shunaqa bo'larmi? Yo'q. Aslida bu set qilish shart emas, bu ketmas edi. Start ism Ahmadjon. Bu nomer jo'natyapman, kontakt jo'natyapman, ko'ryapsizlar, lekin men xato topdim, lekin buni sizlar bilan bo'lisha olmayman. Nega bo'lisha olmas ekanman? Bo'lishaman. Content types ga kontaktni berib qo'yishimiz kerak. Ya'ni kontakt ol, shanshaptoli deb berib qo'yishimiz kerak. O'shanda ishlar edi bu. Mana start qilib ism jo'nataylik birinchi, keyin kontakt jo'nataylik. Olmadi. Ashta boru, ashta bitta narsa bor-da. Men oldin shunaqa qilardim, olardi-da. Typesda content types bor. Bitta kontakt bor, mana
adashmasam endi olishi kerak. Start. Ahmadjon. Mana olindi, ko'rdinglarmi? Ya'ni men yo'ga content types turib, types, content types, contact qilib qo'ydim. Endi qaranglar, bu mana bunaqa bo'lishi ham mumkin aslida, agar adashmayotgan bo'lsam. Text qilib qo'yishim mumkin buni. Ya'ni bu nima bo'ladi? Hozir men prosta men if else ishlayaptimi yo'qmi o'shani ko'rsatib bermoqchi edim boydan beri. Ahmadjon, ya oldingi darsda men if else kerak dedim bolalarga. Mana bir jo'natganman, lekin bu ishlab bermayapti. Ya'ni list ichida bo'lsa foydasi yo'q ekan do'stlar. Urinib ovora bo'lmanglar. No muhimi mana bu narsani tushundinglar-ku, ya'ni kontakt bo'lmasa pasport uzoryotdi. Buni inshaalloh hammamiz yaxshi tushunib oldik. Endi biz bu yerga qaytamiz. Start beryapman, Ahmadjon yozyapman, kontakt jo'natyapman. Yosh so'rov 12 desam, bizga mana name Ahmadjon, number mana bu. Nega age yo'q desanglar, men age mana bunaqa qilib qo'shmadim, mana update data qilib ketmadim. Endi nima qilamiz? Await message reply deymiz. Bundoq qilsam qulayroq bo'lardi. Sizni ismingiz bunaqa qilmas ekanman. Men hali bittadan sizlarga o'rgatmaganman-da. Xo'p, sizni ismingiz deymiz. Bundoq plus qilib, datani ichiga deymiz, name deymiz. Va sizning raqamingiz deymiz. Mana nima chiqib ketdi? Yo'q, turaylik. Deymiz va mana turib datani ichiga medi number edi, number va bu yerga yana bitta plus qo'yamiz do'stlar va sizning yoshingiz deymiz-da, plus qilib age ni olib beramiz va bitta narsa esdan chiqmasin. Qaranglar. Mana birinchi o'sha esdan chiqqan holatini ko'rsataylik. Mana esdan chiqdi bitta narsa yozish mumkin. Esdan chiqqan holatini ko'rsatsam, nega esdan chiqmasin degan savolingizga javob ko'rsataman. Start. Ahmadjon, kontakt 12. Ismingiz Ahmadjon, raqamingiz manmi va yoshingiz 12 deyapti. Men start bosayman. Help deylik. Ko'rdinglar? Yoshingiz help bo'lib qoldi. Ya'ni qolib ketdik biz eshit. Nima yozsak ham mana bu qator ishlayveradi endi. Nega? Chunki men yo'lda set qilib qo'ydik va bu yoqda ozod qilmayapmiz biz. Va hech narsaga bermayapmiz. Unaqa vaziyatda biza await, mana await hech qachon esingizdan chiqmasin shu await. Kerakli joylar, ya'ni keraksiz joylar ham bor. Masalan, mana bu age ga await qo'yib bo'lmaydi. Mana shunaqa kerak joylarda await esdan chiqmasin. State, mana finish. Ya'ni biza bo'ldi, ma'lumotlarimni yig'dim shaftoli, bo'ldi, bizga kerak emas degan vaziyatda mana state finish qilib yuboriladi va bu yerga start bosiladi. Mana help. Yo'q, to'xtaylik. O'chirib yoqmadim-ku. Ne aytmaysizlar? Start. Mana Ahmadjonman va 12 yoshman mana. Ko'rdinglar, mana Ahmadjon nomer va 12 yosh. Endi biza help qilib mana sizga yordam kerakmi? Chunki ma'lumot yiqqandan keyin finish qildi, state tugadi va biza endi xabar yozsak, mana qator emas, to'liq kod ishlab kerak joyiga xabar yetib boradi. Bu bizning state'imiz qanaqa vaziyatlarda mana login paytlari, qanaqadir uzun savol javoblar, masalan, ustoz shogird bot ko'rganmisizlar hech ish qidirganda? Ichi o'shani boti ham xuddi shu state ga qurilgan. Ya'ni ism jo'natasizlar, necha yillik tajribalarni qayerdasizlar, nima, qaysi viloyatdasizlar, qayerda o'qiyapsizlar, hammasini so'raveradi. Aynan shu sistema bo'ladi mana shu. Tushundinglar? Va yana bitta zo'r narsa o'rgataman. Meni ssenariyimda yo'q, lekin buni o'rgatishim kerak. O'rgatmasam vijdonim qiynaladi. Hop, bitta yo'li bor. Qaranglar. List deyman. Yo'q. List deyman. Bu keyboard list degan mana. Salom 1, salom 2, salom 3. Bu qanaqa vaziyatda kerak? Mana viloyatlar bor-ku. Hech kim aytolmaydi, O'zbekistonga boshqa viloyat qo'shilmaydi yoki bitta viloyat yo'q bo'lmaydi. Endi yo'q bo'lmasin, lekin yangi viloyat qo'shilishi, rivojlanib bizning yerlarimiz kattalashganda yangi viloyat qo'shilmaydi deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi qaranglar, bu narsani nimaligini bilmayman. Ya'ni viloyat qo'shilish qo'shilmasligi nimaga
aloqadorligini bilmayman-ku. Endi aytib qo'yapman-da. Masalan, aytishimiz mumkin. Toshkent bor bizada hozir. Buxoro bor. Xato yozsam uzr. Va Farg'ona bor. Mana endi taxminan 3 ta viloyat yozaman. Keyin bitta keyword yarataman. To'xtaylik. K F list deyman. Va bu yerga reply keyword markup qilaman va bu yerga bundoq qilaman. Bizda add degan narsa bor, qaranglar. Yozganimizda add degan narsa chiqadi-da bizda. Bu narsa nega ishlatiladi deb so'rasanglar, mana bu yerga qavs ochib, bemalol keyword button qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Tushunasizlar? Endi qaranglar, bitta narsani qo'shdiman. Yoki add yozmaymiz-da. For deymiz, in k list deymiz. Tasavvur qilasizlarmi? Endi mana buni k ni olib add qilsak-da, nima bo'ladi mana bunga? Keyword button qilsak. Keyin text qilib turib, teng i qilib qo'ysak. Tushunasizlarmi? Tushunasizlarmi yo'qmi? So'rayapman. Xo'p. Mana k list, kf listni endi startga kirib mana bilan olib qo'yaman hozircha, tushunib olishingiz uchun. Mana buni ham olib qo'yaman. Hozircha bizga kerak emas va bu yerga salom do'stim o'zini qoldirib turib, reply markup qilaman-da, mana buni yozaman va mana bundan import qilaman. Endi taxmin qilinglar nima chiqadi? Xato chiqadimi? Nima chiqadi? Taxmin qilinglar. Ko'rasizlar, Toshkent, Buxoro, Farg'ona. Bu yerda e'tibor beradigan narsamiz bular listida. Biz bitta tugma yaratdik. Mana bu narsalarni yozmasa ham bo'ladi aslida. Mana buni qani? Mana buni yozmasa ham bo'ladi. Ya'ni yaratib olsak, любое время unga qo'shib o'chirib keta olamiz. Mana yaratdik-da, for bilan mana bu listni aylantirib yubordik. Forni biz Python 30 minut ichida Python degan kursimizda, ya'ni videoda ko'rib ketdik, video darsda. For orqali biz aylantirib yubordik mana. Endi hamma i'ga tushgan, hamma viloyat i'ga tushganida bizani keyword buttonimizga qo'shilib ketadigan bo'ldi. Zo'rmi? Da, zo'r. Va biz yana bitta narsa qila olamiz. Ne qilmay turgan yaxshi ekan hozir. Chisticha ozgina nima deydi, bosh og'riq bo'lib qolarganmiz, lekin hozir kerak emas ekan. Xo'p, buni ko'rsatdim. Bu ssenariyda yo'q edi. Endi ssenariyga qaytamiz. Bizda keyingisi middleware ekan. Middleware juda kerakli narsa. Juda kerak narsa, xudoga shukr. Xo'p, middleware. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Login middleware yozaylik. Ya'ni biz log middleware yozamiz. Middleware ni ichiga kiramiz. Mana middleware ichiga bitta fayl ochaman, masalan log.py deyman. Nima mana shu klaviaturam bilan chiqish olmayapman, bilmayman. Voy, nima bo'ldi? log.py. Mana klaviaturam mana bilan hazillashyapti o'zi. Mana. Endi bizga bitta middleware yozaylik mana. From iogram import. Yana oxirida tushuntiraman nimaligini. Buni tushundinglar uchun men gapirayotganda tushuntirib keta olmas ekanman. O'shaning uchun oxirida tushuntirib ketaman. Base middleware from iogram dispatcher handler import cancel handler from import login. Endi bizlar nima import qildik? Types bilasizlar, uje xabar nima deydi? Xabar olish uchun, ya'ni javob berish uchun base middleware bo'lsa, bizda bu tayyor middleware'imiz bor. O'shanga biz o'zimizning funksiyalarimizni qo'shib keta olamiz. Bu base middleware, tayyor middleware. Biz class orqali undan voris olamiz mana bundan. Bu ham aslida mana tegi class buni ham. Biz undan voris olamiz. Cancel handler bo'lsa, mana biz start bosamiz, bizga javob beryapti, to'g'rimi? Demak, cancel bo'lmaydi, ya'ni bekor bo'lib ketmayapti bu handler. Mana bu. Qanaqa tushuntirib beraman sizlarga? Mana bu qator, mana bu handler bekor bo'lib ketsa, shunchaki mana ichidagi funksiya ishlamaydi. Ya'ni bizga javob bermaydi. Qanaqa majburiy obunalar o'sha payt agar kanalga obuna bo'lmasanglar, cancel handler ishga tushadi-da, sizlardan, ya'ni botdan sizlarga anu bermaydi, dastur bermaydi. Endi biz class orqali yozamiz. Class login middleware base middleware, ya'ni voris oldik. Endi async deymiz.
def deymiz, on pre process message deymiz, ya'ni message kelganda self olamiz. Message deb ovatdim boydan beri. Types message qilamiz. Katta harfli message, ya'ni kichkinasi kerak emas. Data dict bo'ladi. Hozir nimaligini tushuntirib o'tib ketaman va login info mana F bilan yozayman, yozib bu yerda F bilan keyin tushuntirib beraman nimaligini. Message from user ID send message yana chalib ketaman bor. Message text imza va async def on post progress message imza yana xuddi shunaqa narsa, faqat bu yerda funksiyasi boshqacharoq bo'ladi. Mana message types message result qanaqa yozilardi result, mana bunaqa yozilardi adashmasam. Data dict bo'ladi bu yerda ham. Va bu yerni ichiga ham login info deymiz, f message from message user id from user id processed successfully deylik masalan. Endi biza tushunaylik, mana biza bitta klass yaratib oldik, mana middleware yaratib oldik va biza message kelganda, ya'ni middleware ishga tushadi. Qaranglar, foydalanuvchi mana bunaqa tushuntiraylik, mana bu yerda zo'r tushunasizlar. Mana foydalanuvchi botga xabar jo'natdi и handlerga keldi, foydalanuvchiga javob berildi. Oldin bizda mana bunaqa ishlar edi. Mana foydalanuvchiga botga xabar jo'natdi, handlerga keldi, foydalanuvchiga javob berildi. Mana qaranglar, foydalanuvchi start jo'natyapti, u handlerga kelyapti va unga javob berilyapti, to'g'rimi? Endi qanaqa ishlaydi? Xuddi shu sistemaga bitta qator qo'shiladi. Mana middleware'ga keldi, handlerga keldi, javob berildi. O'rtada bitta mana bu narsa qoladi. Bu xohlasa mana buni prosta bundoq qilib qo'yadi, ya'ni bu yog'ini to'sib qo'ya oladi. Keyin cancel handler bilan xohlasa o'tqiza oladi. Bu o'sha mamatiga sizlarni ishinglar bo'ladi. Bizda ham bitta xato chiqyapti-da, nimaligini topaylik shuni. Mana mana ekan. Bo'ldi. Endi biza ishga qaytamiz. Mainga o'tamiz. Yo'q, botga o'tamiz. Ya'ni botda bizani mana bu dispetcherimiz mana, dispetcher dp dispatcher middleware setup va bu yerga login middleware deb olamiz va biza uni chaqirib olishimiz kerak. Nima esdan chiqdi? Init esdan chiqdi do'stlar. Yana eslatmaysizlar. From log import void variable from middleware log import nima edi nomi? Login middleware da. Voy, mana bu ne yo'q qoldi bu? Da, men nimadir qo'shyapman. Endi bizda bu ishladimi yo'qmi tekshirishimiz kerak do'stlar. Ya'ni clear qolaman. Python ishga tushiraman. Qaranglar. Start bosganimda bizda katta xato chiqibdi. Qaraymiz, nimadan xato chiqyapti. From userdan id ol. Mana endi inshaalloh ishlashi kerak. Start bosyapmiz. Salom do'stim dot. Lekin middleware ishlamadi do'stlar. Nega middleware ishlamadi? Sizlarga savol do'stlar. Endi biz buni o'ylaymiz. Tak, biz middleware'ni set qildik. Middleware'ni set qildik, lekin bitta narsa esdan chiqdimi? Tak. Taqqa import qilishim kerak endi. From middleware log import login middleware qilib bundoq qilaylik. Bunda logika bilan olib qarasak borku, mana birinchi bu dispatcher bo'lib, keyin handler bo'lsa, bunda ishlaydigandek tuyulib ketyapti menga. Lekin yo'q do'stlar. Ishlab ketmadi.
To'xtanglar, biz loginni set qilmadik-ku. Middleware ishlayaptimi yo'qmi bilishimiz uchun biz loginni birinchi set qilishimiz kerak edi. Undan oldin mana bunaqa qilaylik. Print ishladi deylik. Ya'ni middleware ishlayaptimi yo'qmi bilib olaylik. Keyin loginga o'taylik. Chunki login ham bizda set qilinishi kerak. Ishladi 2 marta chiqyapti. Mana bu ikkalasi ishlayapti do'stlar. Ko'rdinglarmi? Bizda loginni set qilmaganimiz uchun bo'lyapti bu muammo. Ya'ni biza to'ppa to'g'ri joylabmiz. Tak, bot yoki import login qo'yaylik. Buni teparoq yozsak maqsadga muvofiq, chunki nima deydi? Bittalikda import chiroyliroq tepada turgani chiroyliroq turadi. Bunda qolamiz. Login basic config level login info. Mana shu qatorni o'zi yetarli. Inshaalloh bizning botimiz ishlab ketishiga. Mana ko'ryapmiz. Mana ID'im va men start jo'natdim men. Mana. Ko'rdinglar? Endi qaranglar, bu qanaqa vaziyatda bizaga nima deydi? Nega aslida bunaqa bo'lishi kerak? Ya'ni nega biz ikkita chiqa olmaymiz bitta ma'lumot, to'g'rimi? Bu qiziq, to'g'rimi? Endi qanaqa vaziyatda qanaqa tushuntirib beraman hozir. Mana bitta rasm topaylik. Kompyuterimda videolar tiqilib yotibdi. Mana hammasi zaps bo'yotibdi. Bizada wallpaperlar bor, adashmasam. Videolar bor. Yordam bo'lishi mumkin. Mana buni olsaydi, mana shu yerga bitta start tursin. Video deylik. Nomini qaranglar. Endi bu videoni biz foydalanuvchiga jo'natamiz hozir. O'shanda ancha sizlarga tushunarli bo'ladi. Mana start bosilganda Enter mana. Hop. Da do'stlar, bitta narsa bizning hayolimizdan jichcha ko'tarilib qopti. Mana bu qator bizga kerak emas. Biz endi biza boshqacha yo'lga o'tamiz. Biza base 0 olamiz. Nega bayroq yorim kelmadi? Endi bizga rostdan ham OS kerak bo'ladi. OS pet. Nega xato beryapti? Import OS bo'ladi. Nima hayolimni chalib qo'ysin. Pet dear name OS pet app pet file name. Da file geçen file name u JavaScript da. Endi biza video deymiz. To'xtanglar. Bundoq tursin. Alohida video pet ochamiz. Bu yerga yozamiz mana OS pet join mana shu xuddi shu narsa kerak edi menga base dir. Base dir bu mana filesgacha yo'l. Если что. Keyin yo base dir mana handlergacha yo'l. Chunki start handler ichida turibdi. Mana ikkita nuqta qilib bu yoqdan chiqyapmiz. Tashqariga videoni olamiz hozir mana. Video mp4 va biz videoni olamiz. Mana. Endi biz qaytadan ishga tushirib ko'rishimiz kerak. Bu mis shekilli, chunki videoni joyi kattaroq edi adashmasam. Mana videomiz keldi, 41 megabayt ekan, lekin bitta narsa mana bor-ku, ikkitalab chiqyapti, rostdan ham. Biz login bitta qarab qo'yishimiz kerak menimcha. Ikkitalab chiqish tabiiy holi menimcha. Mana qarang. Bize start bosdik и progressive successfully kech chiqyapti. Video ketgandan keyin mana bu ishlayapti. Ko'rdinglar? Mana shu narsa o'shanga javob beradi. Ham result, ya'ni bu result qaytarar ekan, buni biza print qilib ko'rsak bo'ladi, lekin men to'g'risi qiziqdim. Menga ham farqi yo'q. Shunchaki qiziqdim. Chunki oldin resultni men chiqarib ko'rmagan ekanman print qilib. Chiqarib ko'ramiz. Hozir video bu yoqdan kelsa bu yoqqa chiqadi result. Mana shunchaki bo'shliq qaytar ekan. Ну, okey. Tak, bizaga keyingi narsa nima ssenariy bo'yicha? Utils da. Utils juda sodda narsa, umuman kerakli narsa deb bo'lmaydi. Mana buni bundoq qilib olib qo'yamiz. Tak, masalan deymiz, qanaqadir bizda funksiya bor.
Qanaqa tursam ekan? Biza qanaqa funksiya qilsak bo'ladi? Mana randomizer deylik. Mana randomizer. Import random. Def get random number. Ya'ni utils ichida deyarli hamma kodlar mana def bilan bo'ladi. Ya'ni oddiy funksiyalar bo'ladi, deyarli hammasi. O'shaning uchun oddiyroq dedim. Chunki ortiqcha hech narsa yo'q. Oddiy mana Pythonni qanday bilsanglar shundoq. Bu yog'i o'sha sizlarga tanish bo'lib ketgandir, o'sha miyada ham qotib ketdi-ku. Mana get randomizer deymiz. Return random random range birdan deymiz 100 gacha. Da, endi biza qaranglar. Start bosilganda deymiz await message answer deymiz. Anu utils ichidan olamiz from utils another import random get random number get random number va biza ishga tushirib ko'ramiz botni. Ko'rdinglarmi? 79 27 96 98 39. Ya'ni funksiyalarni mana bunaqa qilib yozib olish uchun, mana funksiyalarni mana bunaqa yozib olish uchun bizga utils papkasi kerak, ya'ni funksiyalarni tartiblab olish uchun. Ya'ni mana bunaqa funksiyalarni hammasini bitta joyga to'plab turish uchun bizga utils kerak. Masalan, randomizerda faqat random uchun javob beradiganlar tursa, yana qanaqa bizda funksiya bo'lishi mumkin masalan? Qo'yinglar, boshimni qotirmanglar, men qiynalib ketdim to'g'risi. Ozgina muammo bo'lib qoldi. Hop, bizda hozircha shu to'g'risini aytsam, Eogramda menimcha hammasini ko'rdik. Tak, yo'q, hammasini ko'rmadik. Ne aytmaysizlar? Biz nima qilmadik? Video bilan rasmlarni olmadik. Mana. Hop, bu yerga nima yozib o'tdik? Liboy rasm kesa oladigan qilaman, ya'ni muammo qilib o'tirmayman. O'zinglar state bilan qilib ko'ringlar, sizlarga uyga vazifa bu. Type content types deyman. Types content types masalan video deyman. Ya'ni video kelganda deyman, ishga tush deyman. Await deyman, message reply video keldi va sizga qaytadi deyman. Va print deyman, message video deyman. Agar bu qaranglar, men bu video yozgan bo'lsanglar, bu yerga video, rasm bo'lsa rasm, men foto mana foto, audio bo'lsa audio va hokazo mana. Endi botni bitta yoqib ko'ramiz. Mana video menmi olib botga tashlaymiz. Mana video keldi va sizga qaytadi dedi. E'tibor beringlar, mana mana yoqda duration 0, ya'ni mana buni sekundi qaytmayapti. Kelgan bit 420, height 420, ya'ni kvadrat bu. File name video mp3 tor va bu yerda mana file id eng kerak narsa bizga. Mana file id. Xuddi shu file id orqali biz bu videoni liboy chatga o'tkazib yubora olamiz. Mana masalan, xuddi shu odamga qaytarib yuborish uchun await, endi u уже bot bilan ishlasa ham message, agar qaranglar, liboy chatga boshqa chatga tashlamoqchi bo'lsanglar, message bot, ya'ni mana bot borku, bot fayli. O'shaning ichidagi bot bilan qilinadi. Bot send message, men o'zingizlar qilib olasizlar, buni men ko'rsatib bermayman. Send adashmasam message emas, video bo'ladi va bu yerga mana hamma yoziladi, ya'ni idsi va to'xtanglar. Birinchi chat id, keyin file id yoziladi. Bo'ldi, o'sha ketadi. Hozir men shu odamga qaytarish uchun unaqa qilishim shart emas. Answer video desam bo'ldi. Keyin buni bundoq qilamiz va caption qo'shamiz. Mana video tayyor deymiz. Caption nimaligini taxmin qilib ko'ringlar. Mana start va video to'xtaylik, uzr. Men video tashlashim kerak edi botga. Mana video tashladi demanki qaytib va mana video tayyor dedi. Endi tugadi do'stlar, chunki boshqa narsa qolmadi o'rganishim. Rasmni uyga vazifa qo'yaman, inshaalloh o'zingizlar o'rganib kelasizlar. Mana rasm tashlashni, rasm qabul qilish va hokazolarni. Sizlar bilan Ahmadjon Qahhorov bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lardim.